Bir xil yigitlar to'xtatib aytayapti, G'ulom aka, urug' foizini ko'paytirishda iloji bormi, deyapti. Kitobdan topdim. Xohlasangiz ko'ring, xohlamasangiz o'tkazib yuboring. Urug' foizini ko'paytirishda 100 dan oshiq xil yo'li bor. Bitta oson yo'lini aytaman. Mana tovuq bilan xo'rozni ko'ryapsizmi? Ana shuni go'shtini qanday iste'mol qilishni kitobdan o'qib beraman hozir. Keyin qaltiroq kasalligi, peshob tiqilmalar bo'lsa, peshobni yo'llarini ochish uchun, astma uchun, keyin cho'zma isitma borki, isitma ko'p isitma qilsangiz, o'sha uchun tovuq va xo'rozni go'shtini foydasi. Xo'p deng, shuni o'qib beraman. Kerakli video siz uchun saqlanib qilib qo'ying, baraka toping. Xo'p deng, ko'zini o'yadi. Marhamat, tovuq va xo'roz foydasi. Qari xo'roz qaltiroq kasalligiga davo. Panjalarini boldir bilan ezib, ko'p qaynatib ichilsa, peshob tutilishiga yaxshi shifo bo'ladi. Xo'roz va tovuq panjalari. Cho'zma istimaga sho'rvasi foyda qiladi. Tushundingizmi? Cho'zma ko'p istima qilishi. 5 oylik jo'ja erkak urug'ini ko'paytiradi. 5 oylik jo'jani qaynatib, qovurib yeyaverasizlar. Me'da kasalligiga ham yaxshi foyda qilar ekan. Sho'rvasi astmaga foyda qiladi. Tushundingizmi? Ko'proq tovuq va xo'roz go'sht sho'rvalarini ichib yuring. Jo'ja go'shti aqlni oshiradi. Qarisini yesa burun qoni to'xtaydi. 7-si sho'rvasi qaltirash, bo'g'in og'riqlariga foyda qiladi. Tushundingizmi, baraka topkunlar? Ha deb qo'ydi go'shtini urib, molni go'shtini yeyavermay, ora-orada xo'roz jo'jani go'shtlarini yeb turinglar. Endi ixlos xalos. Allohim hammalaringga shifo bersin. Tojikistondan G'ulomjondan foydali maslahat. Bitta podpiska, bitta like bosib qo'ying. Jalka bo'lmasa Tojikiston va pesh.